Orqamda turgan bog'chaga oldin 150 ta bola sig'ardi. Hozir biz buni rekonstruksiya qildik va juda ham yaxshi yechimlardan keyin 200 ta bola sig'adigan bo'ldi. Undan ham tashqari bu oldin bog'chaga 2 milliondan bolalar qabul qilingan. Hozirgi sharoitdan keyin eng zo'r remont va eng zo'r dizayndan keyin taxminan 5 millionga bolalar qo'yishi kutilmoqda. Hozir sizlar bilan buni ko'rib o'tamiz. Ketdik. Birinchi navbatda bolalarning xavfsizligini o'ylagan holda biz qo'riqlash xonasini qo'ydik. Oldin bu yo'q edi va bolalar xotirjam bo'lishligi uchun bu narsa juda muhim hisoblanadi. Xo'p, endi undan tashqari bu joyda bolalar o'ynash uchun har xil ko'ngilochar o'yinlar, kacheylar va shunga o'xshagan har xil bolalar uchun narsalar qo'yiladi. Bu albatta bolalarni vaqtini xotirjam o'tkazishlikda, zavq bilan o'tkazishlikda bu narsalar muhim hisoblanadi. Endi ichkariga kiramiz va undan tashqari ko'p turganinglardek biz doimiy kuzatuv kameralarini qo'yganmiz. 24 ga 7 kuzatuv kameralari ishlab turadi. Bu albatta bolalarning xavfsizligi uchun juda ham muhim hisoblanadi va albatta bu bog'chalarda, bolalar bog'chasida bu narsa kerakli omil hisoblanadi. Bog'cha qilishda o'ziga yarasha tartib qoidalari bor va biz shularni hisobga olgan holda butun bog'chada bo'ladigan har bitta elementga chuqur yondashganmiz va shulardan sanab beraman bir ikkitalarini. Mebel qilishda har doim eko mebellar qilish kerak va undan tashqari mebellarning hammasi devorlarga qotirish kerak bo'ladi. Sababi bolalar sho'x bo'ladi, kelib eshigiga osilgan holatda ham o'sha shkop bolalarning ustiga tushib ketmasligi uchun devorlarga qotirilgan bo'ladi. Va undan tashqari mebellardan foydalanilganda qirrali va o'tkir burchakli jarayonlarda maksimal darajada qochish kerak bo'ladi. Bolalar yugurib kelib qo'lini urib olishi, boshini urib olishi mumkin va ularga zarar yetish ehtimolini oldini oladi. Va undan tashqari albatta bolalar bog'chasi qilishda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida qonun yaratilgan. O'zbekiston Respublikasida bolalar ta'limida, ya'ni bolalar maktabgacha bo'lgan ta'lim jarayonida qilinish kerak bo'lgan jarayonlarni har bittasi hisobga olingan. Ya'ni bu joyda har bir bolaga 2 kvadratdan joy ajratilishi kerak bo'ladi va bizning bog'chamizda har bir bolaga 2 kvadrat emas, undan ko'proq joy ajratilgan. Biz hozir turgan joy reception, ya'ni kirib kelish qismi bog'chaga bo'ladi. Har bir kelgan bolalar bu joyda, ya'ni tarbiyachilar, o'qituvchilar va shunga o'xshash, ya'ni bog'cha xodimlari kutib olishadi ularni. Ichkariga kirganimizda bu joyda shkoplar bo'ladi, ya'ni qish kunlarida bolalar o'zini kurtkalarini, har xil o'sha deylik shapkalari bo'ladi, hammasini shkoplarga qo'yib, o'zlarini alohida xonalariga kiradigan joy qilganmiz va undan tashqari ko'rib turganingizdek juda ham katta hol qoldirilgan. Bu joyda ham hali bolalarni o'ynash uchun, dars qilish uchun har xil to'garaklar tashkil qilinadi. Mana shu joyda ular hammasi joylashtiriladi. Hozir bog'chamizning 2-qavatidamiz. Bu joyda oldin 4 ta kichkina xona bor edi va mana bu o'rtadan juda ham katta devor tushgandi. Ana o'sha devorni biz buzib, ya'ni konstruktivniy yechim berib, keyin tom qulab tushmasligi uchun uni o'zini narsalarini qilgan holda devorni olib tashladik va 5 ta katta xonalar paydo bo'ldi. Ana endi boya boshida aytganimizdek 150 ta bola emas va 200 taga yaqin endi bolalar bemalol bu joyda sig'adi. Oldin bu joy umuman yo'q edi bog'chamizda. Bu joyni biz maxsus qurdik. Ya'ni nima uchun deyilsa, bolajonlar qish kunlari yoki yomg'ir kunlari ko'chaga chiqib aylanib bu joyga kelmasligi uchun. Bu joy oshxona hisoblanadi. Oshxonaga bog'chaning ichidan ustlari ho'l bo'lmasdan o'tadi va undan tashqari mana bu joyga ko'rishingiz mumkin, biz bolajonlar oshxonaga o'tishdan oldin qo'llarini yuvib, keyin oshxonaga o'tish sharoitini qildik. Hammasi bizda o'sha bolajonlar uchun qilingan shart-sharoitlar. Hozir bu joyni ham tanishtirib o'taman. Biz mana endi hozir oshxona qismiga o'tdik. Bolajonlar bu joydan kirib keladi. To'g'riga o'tganda taomlanib o'tiradigan joyi bor. Sizlarga undan oldin ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalar bor. Keling. Xo'p, bu joyda maxsus texnikalar qo'yildi. Bu texnikalar nimaga deyilsa, har bir qo'yilgan narsa ses talablariga javob beradi. Pojarni talablariga javob beradi va bolajonlar uchun shirin taomlar pishirish uchun bu eng zamonaviy apparatlar hisoblanadi. Xo'p, hattoki mana ko'rib turganingizdek, bolajonlarni kashasini pishirishda ham kashani mazasi ketib qolmasligi uchun, kashani qandaydir xususiyati buzilmasligi uchun maxsus apparatlar qo'yilgan. Har bir narsa, har bir detal hisobga olingan. Endi bu joyda mana ko'rib turganingizdek, ya'ni non va non mahsulotlarini ham bog'chaning o'zida bemalol pishiriladi. O'sha shirin bo'lgan bulochkalari va har qanday o'sha shirin bo'lgan qandolat mahsulotlarini ham bemalol bu joyda tayyorlab bolajonlarga uzatiladi. Keling.
Hop, endi biz bolajonlar o'tirib ovqatlanadigan joyga keldik. Bu joyda juda ham ko'p stullar bo'ladi hali. Bolalar u yoqdan kelganda mana shu joyda bemalol o'tirib, hammasi o'zini ovqatlanib yeb bo'lgandan keyin yana o'zlarini guruhlariga kirib ketishadi. Oldin bilsanglar, ovqatlarni xonalarning ichiga olib kirilardi. Ya'ni ovqatlardan chiqqan hidlar, ya'ni xonaning ichida qolib ketardi. Endi hozirgi zamonaviy bog'chalarda shunaqa resheniyalar qildik biz. Bemalol bolalar bu joyga kelib ovqatlanganda hamma narsa shu joyda qoladi, bolajonlar o'zlari kirib ketishadi. Bundan tashqari bu joyga o'sha bolajonlarning tadbirlari bo'ladigan, ya'ni utrенник deyiladi. Shu utrенникlar bo'ladigan joy qilingan. Bu joyda bemalol o'ynab, har xil o'sha mashg'ulotlar bilan shug'ullanishadi. Ya'ni bolajonlarning ashulaga bo'lgan to'garaklar, har qanday tadbirlar shu joyda o'tkaziladi. Biz hozir bog'chamizni, ya'ni podval qismidamiz. Bu joyda oldin skladga o'xshagan bir joy edi. Biz buni karate zonaga ajratdik va undan tashqari basseyn zonaga ham qildik. Ya'ni orasini ikkiga bo'lganimiz sababi basseyn zonada kuchaytirilgan, ya'ni havo tozalagichlar bor, ya'ni vlajniy zona bo'lganligi uchun havoni juda ham zo'r tozalaydi. Bu joyda ham ko'rib turganlaridek havo tozalaydigan, ya'ni vozdukhovodlar qo'yilgan, ya'ni hamma sharoitlarga e'tibor qaratilgan bu joyda. Chunki bu bog'chamiz premium bog'cha bo'ladi. Har bir kelgan bolajonlar bu joyda mazza qilib, sport bilan shug'ullanganda charchab qolmaydigan, ya'ni odamni havo yetmaydigan narsalarning hammasini yechimini qilganmiz. Bu binomiz hali bitgandan keyin ham chiroyli obzor qilib berishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Agar sizda qandaydir bu bino haqida savollar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.